A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. La ikraha fid-din. Dinda majburlash yo'q degan oyat kalima bor. Shu oyati kalimani xohlasang namoz o'qi, xohlamasang o'qima. Xohlasang roza tut, xohlamasang tutma. Hop, xohlasang halol pok yasha, xohlamasang halol pok yashama. Dinda majburlash yo'q. O'zing xohlaganingni qilasan deb tafsir qilishyapti. Bu noto'g'ri tafsir bu. Bu yerda dinga majburlash yo'q. Ammo dinda majburiyat bor. Namoz majburiyatmi? Majburiyat. Barcha aqlli, xushli, ruhiy sog'lom bo'lgan, aqli sog'lom bo'lgan inson uchun balog'atga yetdimi? Namoz farz. Masalan, farzandingizga xohlasang namoz o'qi, xohlamasang o'qima deya olmaysiz. Unga javob berasiz. Namoz o'qiysan deyishingiz kerak. Chunki Alloh bizga xohlasang namoz o'qi demagan. Namoz o'qi, aqimus solat deb buyurgan. Va atuz zakat, zakotni ber. Kutiba alaykumus siyam, sizlarga roza farz qilindi degan. Demak bu majbur bu.